Assalomu alaykum. Ma'rifat ziyosi ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning intellektual salohiyatini yuksaltirish maqsadida Dolzarb 90 kun loyihasi amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida yurtimizning barcha hududlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar hamda intellektual salohiyatni oshirishga qaratilgan turli badiiy kechalar o'tkazilayotgani bu quvonarli. Bugungi dasturimizda esa Samarqand shahrida o'tkazilayotgan mana shunday tadbirlar borasida so'z yuritamiz. Biz boshladik. Слушаем внимательно. Вас сейчас снимут. Yozgi ta'til. Bu davr yoshlarning o'z ustida ishlashi, yangi bilim va ko'nikmalarni egallashi, qiziqishlarini rivojlantirishi hamda kelajak maqsadlari sari dadil qadam tashlashi uchun muhim imkoniyatdir. Mamlakatimiz bo'ylab amalga oshirilayotgan Dolzarb 90 kun loyihasi ana shu maqsadlarga xizmat qilib, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni sport, san'at, kitobxonlik, axborot texnologiyalari va kasb-hunarga keng jalb etishga qaratilgan. Mazkur loyiha doirasida yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi, Samarqand shahridagi 82 umumta'lim maktabida ham qator ma'naviy-ma'rifiy, madaniy va sport tadbirlari tashkil etilmoqda. Dolzarb 90 kunlik doirasida maktabimizda Baxtiyor nihollar nomli kunduzgi sog'lomlashtirish maydonchasi tashkil etilgan bo'lib, bunda 4 davradan iborat. Har bir davramiz, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi davralarimiz 100 nafar o'quvchini, 4-chi davramiz esa 60 nafar o'quvchini o'z ichiga qamrab olishi rejalashtirilgan. Baxtiyor nihollar nomli maydonchamizga 80-chi, 81-chi maktab o'quvchilari ham jalb qilingan bo'lib, maydonchamizda asosan kitobxonlik, mohir qo'llar, tasviriy san'at, robototexnika, sport to'garaklari, shaxmat, shashka kabi to'garaklar o'z faoliyatini olib bormoqda. Dolzarb 90 kunning asosiy maqsadi o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va ularning iqtidorini, qiziqishlarini rivojlantirish va turli salbiy oqibatlarning oldini olishdan iborat. Hozirgi kunda maktabimizda o'tkazilayotgan to'garaklardan ota-onalar juda ham mamnun. Sababi ular uzoqqa emas, aynan o'zlarini yaqin o'qiyotgan maktablariga olib kelishi ma'qul bo'lmoqda. Bu yerda o'tkazilayotgan to'garaklar bepul bo'lib, bu yerda fan to'garaklari, rus tili, ingliz tili, chizmachilik, tasviriy san'at to'garaklari ham bor. Bu ota-onalarga juda ham ma'qul bo'lmoqda. Maktabimizda yozgi sog'lomlashtirish maydonchamizda turli tadbirlar o'tkazilyapti. Bunda tadbirlarda g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz maktab rahbariyati tomonidan rag'batlantirilyapti. Bundan ham o'quvchilarimiz, ham ota-onalarimiz juda ham mamnun. Bugun maktab hududida doimgidanda o'zgacha muhit hukm surmoqda. Bir tomonda kitob mutolaasiga oshno o'quvchilar adabiyot olamiga sayohat qilayotgan bo'lsa, boshqa bir joyda sportga qiziqqan yoshlar o'z mahoratini sinovdan o'tkazmoqda. Yana bir guruh o'quvchilar esa turli ijodiy mashg'ulotlar va to'garaklarda qatnashib, o'z iste'dodlarini namoyon etyapti. Ta'tilni maroqli o'tkazishimiz uchun turli tadbirlar tashkil etganmiz. Shu bilan birgalikda kutubxonada kitoblar taqdimotini o'tkazyapmiz. Kitoblarni o'qishdan maqsad bolalarning bilimini oshirish, so'z boyligini oshirish, hayotga boshqacha ko'z bilan qarash, ularning intellektual bilimini, salohiyatini oshirish maqsadida mana shu kitoblarni o'qishni bolalarga o'rgatib ketyapmiz. Bolalar ham, ota-onalar ham bundan juda mamnun, chunki bolaning qancha ko'p kitob o'qisa, shuncha so'z boyligi oshadi, hayotda o'zini yo'lini topa biladi. Kitob men uchun, nafaqat men uchun, hamma uchun bir yo'l deb, mayoq deb bilaman. Kitobni o'qigan bola hech qachon qoqilmaydi. Hozir oddiyroq qilib aytganda, telefon o'ynagan bolani kelajakda kitob o'qigan bola boshqaradi degan shiorni bolalarga tushuntiryapmiz. Bolalarimiz bundan juda ham mamnun. Har bitta yosh bolalar o'rtasida kim ko'p she'r biladi ko'rik-tanlovini o'tkazib kelyapmiz. Ya'ni bir haftada 10 ta she'r. Bundan tashqari 3 kunda bitta asar namoyishi bo'lyapti. Shu munosabat bilan bolalarimiz juda ham ko'p kitob o'qiyapti. Nafaqat 82-maktab, masalan 80-maktab, 81-maktab o'quvchilari ham bunga jalb qilingan. Ota-onalar bundan juda ham mamnun. O'zlari kelib, suhbatlashib, farzandlarini o'zlarining o'z xohishi bilan bizning maktabimizga, o'qituvchilarimizga ishonib topshirib ketayotganidan men bag'oyat xursandman. Dolzarb 90 kunlik nafaqat kutubxona uchun, balki o'zlarining bo'sh vaqtida masalan sport bilan shug'ullanyapti. gimnastika bilan shug'ullanyapti, shaxmat, shashka bilan shug'ullanyapti. Demak, bu degani bolalarning jinoyatchilikdan himoya qilyapti. Bolalarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazyapti. Har xil
oqimlarga kirib ketmasligi, bo'sh vaqtida har xil joylarda yurmasligi uchun zamin yaratyapmiz deb o'ylayman. Albatta, dolzarb 90 kunlik tashkil etilishi bu ota-onalar uchun juda ham qulay vaziyat bo'lyapti. Chunki bolalar boshqa joylarga borar edi, ular uzoqda pullik holatlar bo'lardi, lekin mana bu 82-maktabdagi holat hamma ota-ona uchun juda ham yaxshi bo'lyapti. Sababi ular har kuni bolasini o'zlari olib keladi va o'zlari olib ketadi. Chunki bola o'zini ham ota-ona bilan, ham maktab bilan chambarchas bog'liq bo'lyapti-da. Men yozgi ta'tilda ko'pgina rasmlar chizdim. Menga tasviriy san'at fani juda ham yoqadi. Men yozgi ta'tilimni maroqli o'tkazyapman. Hozir men gilos daraxtida sayrayotgan qushlarni chizganman. Tasviriy san'at bu menga kichkinaligimdan menga eng yoqib kelgan san'atdir. Maktabda ham anchagina rasmlarni sinfdoshlarim orasida ko'pgina rasmlar chizaman. Ko'pgina tanlovlarda ishtirok etganman-da, birinchi o'rinlarda qo'lga kiritganman. Dolzarb 90 kun loyihasining asosiy maqsadi ham yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni turli salbiy illatlardan asrash, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish hamda yosh avlodning intellektual salohiyatini rivojlantirishdan iborat. Shu bois maktabda yosh kitobxon, zakovat, kitob tafakkur qanoti, faol yoshlar, jismonan sog'lom, ma'nan yetuk kabi loyihalar asosida turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Yozgi ta'tillarda ingliz tili va yapon tiliga qatnayapman. Ingliz tili fani bo'yicha kelib turaman. Zerikan vaqtlarim shu kutubxonaga kelib, badiiy asarlar, ko'p kitoblar o'qib turaman. Yozgi ta'til juda maroqli o'tyapti. Hozir men Odil Yoqupovning Diyonat degan kitobini o'qiyapman. Juda ham qiziq kitob ekan. Hozirda men yapon tilini ham o'rganmoqchiman. Katta bo'lsam Yaponiyaga ketmoqchiman, aynan o'qimoqchiman Yaponiyada. Shu sababdan yapon tilini o'rganyapman. Qo'ldan kelgancha harakat qilaman ko'proq o'zlashtirishga. Bizda yozgi ta'til juda a'lo darajada o'tmoqda. Men robototexnika to'garaklariga qatnashib kelmoqdaman. Biz yozgi ta'tilda svetofor hamda har xil robotlarni yasadik. Men robotlarga qiziqishimning sababi IT sohasidan oldin to'garakka borganman. Bizda robototexnika xonasi juda ham yaxshi jihozlangan. Bizda barcha moslamalar yetarli. Kitob inson tafakkurini yuksaltiradigan, ma'naviy olamini boyitadigan eng yaqin do'stdir. Shu ma'noda maktabda tashkil etilgan kitobxonlik tadbirlari o'quvchilar orasida katta qiziqish uyg'otib, yosh kitobxonlar o'qigan asarlari yuzasidan fikr almashgan holda adabiy bahs-munozaralarda qatnashmoqda. Bu esa ularning mutolaa madaniyatini shakllantirish va dunyoqarashini kengaytirishda muhim o'rin tutishi shubhasiz. Men yozgi ta'tilda vaqtimni maroqli o'tkazish maqsadida to'garaklarga bormoqdaman. Hozirda ingliz tili fanidan to'garakka boryapman. Yana bo'sh vaqtlarimda ko'plab badiiy asarlar ham o'qib turaman. O'zimning kichkina kutubxonacham bor. Men ko'plab kitoblarni yig'ishni yaxshi ko'raman. Biz maktabimiz kutubxonasiga ham kelib, kitoblar mutolaa qilib turibmiz. Men hozirda O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasini o'qiyapman. Tugatay deb qoldim. Bu kitob meni o'ziga juda ham tortdi, chunki O'tkir Hoshimovning o'zi oldin ham boshqa asarlarni o'qiganman. Juda ham qalbga yaqin yozuvchi. Ikki eshik orasi meni o'ziga tortganining sababi o'sha urush davrida chigal, murakkab taqdirlar, qiynalgan, yana Muzaffarning hayoti, Robiya va Kimsan hikoyasi juda ham qiziqarli asar. O'sha davrda bizning xalqimiz qanchalik aziyat chekkanligi, bu yerda front orqasida qanday mehnat qilishgani, urushga O'zbekistonning hissasi haqida hikoya qilingan. Kelgusida men ham ingliz tilini o'rganib, milliy sertifikatga topshirish niyatim bor. Nasib bo'lsa sentyabr oyida. Yana meni rejam chet elda Amerikada o'qish niyatim bor. Shuning uchun hozirda IELTS ga tayyorlanyapman. Maktabda sport musobaqalari ham qizg'in ruhda davom etmoqda. Futbol, voleybol, shaxmat shashka va boshqa sport turlari bo'yicha tashkil etilgan bellashuvlar o'quvchilarning jismoniy faolligini oshirish, sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishini mustahkamlashga xizmat qilayotgan bo'lsa, musobaqalarda ishtirok etayotgan yoshlarning ko'zidagi ishonch va g'alabaga bo'lgan intilish ularning kelajakka bo'lgan qat'iyatini namoyon etadi. To'garaklarda qatnashyapmiz. Bugungi kunda hozir
Bizlar lagerdamiz. Lagerda hozir sport turi, hozir futbol bo'yicha jahon chempionatida O'zbekiston milliy terma jamoasi qatnashyapti. Futbol to'garagi bo'lgani uchun men katta bo'lsam o'sha Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev, Shomurodovlar kabi bo'lmoqchiman. Bizning futbolga qiziqishimiz yanada oshdi. Bugungi kunda maktabimizda Dolzarb 90 kunlik doirasida kunduzgi sog'lomlashtirish maydonchalari tashkil etilgan. Shu asosida sport turlaridan futbol, yosh bolalarimiz uchun estafetali o'yinlar, bundan tashqari shaxmat, shashka, sport gimnastikasi va stol tennisi kabi sport turlaridan bolalarimiz muntazam ravishda yoz oyida shug'ullanib kelishmoqda. Buni eng birinchi navbatda asosiy ildizi boshlarimizni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va bundan tashqari o'sha yoshlarimizni jamoa bilan ishlash doirasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash yotadi. Bugungi kunda sport bilan qamrab olish doirasi juda ham keng. Kundan kunga bolalarimiz safiga yana ham o'quvchilarimiz kelib qo'shilmoqda. Bu asosda ko'rishimiz mumkinki, yoshlarimiz o'rtasida sportga bo'lgan qiziqish yana ham ortib bormoqda. Maktabda tashkil etilgan sport to'garaklari birinchi o'rinda xavfsizligi bilan, bolalarning uyiga juda ham yaqinligi bilan ajralib turadi. Shu asosida ota-onalarimizga ham bolalarimizni bo'sh vaqtini yana ham mazmunliroq tashkil etish juda ham samarali bo'lib kelmoqda. Shuningdek, maktabda ijodiy va amaliy to'garaklar faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Tasviriy san'at, qo'l mehnati, musiqa va boshqa yo'nalishlarda tashkil etilgan mashg'ulotlar orqali o'quvchilar o'z qobiliyatlarini rivojlantirib, yangi bilim va ko'nikmalarni egallashmoqda. Biz o'quvchilarimizni yozgi ta'tilni maroqli o'tkazish uchun har xil fan to'garaklari tashkil qilganmiz. Bundan bizning to'garagimiz tasviriy san'at fan to'garagi. Bunda bo'sh o'quvchilarimizni fanimizga jalb qilish uchun har kuni kunlik tarzda davom etib kelmoqda. Fan to'garagimizga har kuni 10-15 ta o'quvchimiz keladi. Har xil rasmlar yozgi ta'tildagi bo'sh vaqtdagi maroqli o'tkazish uchun tashkil qilingan. Hozirgi kunda juda ham o'quvchilarimiz tasviriy san'at faniga juda ham qiziqishadi. Ular ranglardan, har xil ranglardan foydalanishadi, har xil rasmlar chizishyapti. Juda ham qiziqish kuchli o'quvchilarimiz. Har bir o'quvchi o'zining qiziqishidan kelib chiqib rasm chizadi. Kimlardir tabiat rasmlarini, kimlardir mevalar, kimlardir gullar yoki jonivorlarni. Har bir o'quvchi o'zini kelib chiqishidan, qiziqishlaridan kelib chiqib rasm chizishyapti hozirgi kunda. Men Dolzarb 90 kun doirasida tashkil topgan kitobxonlik, sport, ijodiy to'garaklarda ishtirok etaman. Men bu yerda jamoa bilan ishlashni va ilmiy ko'nikmalarni o'rgandim. Men eng qiziqib yaxshi ko'rgan to'garak bu texnologiya darsida tikish, bichish. Shuning uchun men bu yerda to'garakka kelyapman. Bugun biz bichishni o'rgandik va kiyimlarni tikishni o'rgandik. Bichib, tikishni o'rganyapmiz, yozgi ko'ylaklarni. Yozgi ta'til davomida men ko'proq ingliz tili fanlariga boryapman. Bu kabi to'garaklarni tashkil topishi biz yoshlar uchun vaqtimizni mazmunli o'tkazishga yordam beryapti. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik o'zining amaliy natijalarini berayotgani quvonarli. Yosh avlodning zamonaviy bilim olishi, kasb-hunar egallashi, sport va san'at bilan shug'ullanishi, o'z iste'dod va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Yoshlar uchun yaratilayotgan bunday imkoniyatlar ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, vatan ravnaqi yo'lida faol va tashabbuskor avlod sifatida kamol topishiga zamin yaratishi shubhasiz. Zero, yoshlar yangi O'zbekistonning bunyodkor kuchi, mamlakatimiz taraqqiyotining eng muhim tayanchi hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, Dolzarb 90 kun loyihasi yoshlarga yangi do'stlar orttirish, yangicha bilimlar egallash hamda intellektual salohiyatini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlarni tuhfa etayotganligi bilan ham ahamiyatlidir. Siz yaqin daqiqalar oralig'ida Ma'rifat ziyosi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi dasturlarimizga qadar ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.